Xalq Radiosu'nun xabar qilishicha, Xitoy doirlari Tangirtaq kino studiyasi tarafidan ishlangan va atalmış millatlar ittifoqlashib bir oiladek bo'lishni tema qilgan Ko'ilondagi Qarindoshlar nomli filmning Xitoyda va Sharqi Turkiston TV'sida majburiy ko'rilishni talab qilgan. Bu filmda atalmış qo'shmoq tuqqanlashish bosh tema qilingan bo'lib, bir Xitoy kadri bilan bir Uyg'ur oila orasidagi hikoya so'zlangan. Xitoy bir tarafdan bu xil filmlar orqali xalqaroni qaymoqtirishga urinsa, yana bir tarafdan Sharqi Turkistondagi xohlagancha tutqun qilish harakatini davomlashtirmoqda. Sharqi Turkistonda yana bir olim Xitoyning qiyin qissoqlarida shahid bo'ldi. Xabar qilinishicha, Qashqardagi tonilgan diniy olimlardan biri bo'lgan Sulaymon To'xti 2017-yili 10-oyda tutib ketilgan va atalmış diniy asabiylik va terrorlik tashkilotiga qatnashish bilan ayblangan. U qamalgan turmada qiyin qissoq sababli o'lib ketgan bo'lib, uning urug' tuqqanlarida 100 dan ortiq kishi tutib ketilgan. Bu uchurlar marhumning navbatda Turkiyada yashayotgan tonishlar tomonidan dalillandi. 86 yoshlik Sulaymon To'xti bir mezgil Qashqarda imomlik qilgan bo'lib, hayotini o'qitish ishlari bilan o'tkazgan va xalqning cho'nqur hurmatiga erishgan. Marhumga Allohdan rahmat tilaymiz. Xalqaro Huquqchilar uyushmasi Federatsiyasi bilan Anadolu agentligi hamkorlashib uyushtirgan 12-navbatli xalqaro huquqchilar uchrashuvi Turkiya miqyosida nurg'un shaharlarda o'tkazilmoqda. İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Medeniyet Merkezi'de ötküzülgen faaliyette, Sharqi Turkiston yangi nesil hareketi a'zolari faaliyetga qatnashgan mehmonlarga Uyg'ur madaniyatini tanishtirdi. İkinci navbatlik bir balvoq bir yo'l xalqaro hamkorlik munbiri Xitoy poytaxti Beyjingda o'tkazildi. Yig'inga 40 ga yaqin davlatning vakillari qatnashdi. Xitoy raisi Xi Jinping ichilish nutqi so'zildi. U har qaysi davlatning vakillarini bir balvoq bir yo'l qurilishini sifatli mablag'lar bilan olg'a siljitishga chaqirdi. Shuning bilan birga Sharqi Turkistonning Xitoyning bu planda muhim strategiyalik o'rni borligi o'tirib qo'yildi. Amerikaning San Diego shahrida Yahudilarning bayramining oxirgi kunida bir Yahudi cherkov hujumga uchirdi. Qurolli hujumda nurg'un kishi yaralangan bo'lib, voqeaga munosabatlik bir kishi qo'lga olindi. O'tgan yakshanba kuni Sri Lankada xristianlar Pasixa bayramini tabriklayotganda portlash yuz berib 300 ta kishi o'lgan edi.